Assalomu alaykum Davron aka, charchamayapsizmi? Davron aka, yil sarhisobi degan sallohi bilan video qilamiz. Sizga savollar bor. Shu savollarga aniq va tiniq, qisqa va lo'nda imkon qadar javob berishingizni so'raymiz. Qani, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Otabek Tuzun. Siz yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Hop, beravering savollaringizga qo'ldan kelgancha javob beraman. Hop, birinchi savol aka. O'zingizni tanishtirsangiz. To'liq tanishtiraman. Sodiq Davron Tohirjonovich 1986-yil 1-marta Toshkent shahri Akmal Ikromov Uchtepa Beshqarag'och quruvchi ko'chasida tug'ilib katta bo'lganman. 116-maktabda o'qiganman. 116-maktabda o'qiydiganlar bo'lsa bitta like, hammalarga alangali salom Beshqarag'ochliklarga ham. Xo'p, aka, ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, bu sohaga qanaqa kirib keldingiz? Xo'p, meni bu soha qo'shimcha biznesim hisoblanadi. O'zi bozorda ishlayman, haligacha ishlayman. Bozorda uzoq vaqt ishlaganimdan keyin bozordan charchadim. Orada 6 oy dam oldim. Nima ish qilishni bilmasdan oxiri Instagram o'zi meni telefonlarga ozgina tushunardim, ishqibozchiligim bor edi. Shu keyin to'satdan telefonda Instagramda uy reklama qilaman deganman. Shu bo'yi Instagramga kirib uylar reklama qilishni boshlaganman. Shu. Hop, rahmat javob uchun. Hop, uchinchi savolga keladigan bo'lsak, aka, bir kishi yaxshimi yo kamanda yaxshimi, nima deb o'ylaysiz? Xo'p, hozirgi holatdan kelib chiqib, bir xillarda men bozorda ishim ko'payib ketganda kamanda deb bolalar yo'qligimni bildiradi. Meni hozir situatsiya o'zimni tajribamdan kelib chiqib, kamanda yaxshi deb o'ylayman, chunki insonmiz, kasal bo'lamiz, to'yimiz bor, u bor, bu bor, bir-birimizni to'ldirib turamiz. Shuning uchun men kamanda yaxshi deb o'ylayman. Hop, shu yil qancha uy sotildi kamandalar bilan qo'shib hisoblaganda? Endi bu savolingizga javobni men beraman. Hammamizda 1 yil, 1,5 yil bo'lgan bu ishni boshlaganimizga, men shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, 1 yil bo'ldi men ishni boshlaganimga, 6 oydan keyin rezultat ko'rishni boshladim, lekin 6 oy tinmay mehnat qildim. Men odamlarning uyini reklama qilib berdim, o'rgandim, izlandim. 6 oydan keyin kamandaga qo'shilgandan keyin yanada tezlashdim, uylar ham yaxshi sotdim deb o'ylayman. Nechta sotganimizni bittalar qarab chiqish kerak, lekin 1 yil uchun yaxshigina uy sotdi. Yoz paytlari ayniqsa summalar har xil. Minimalniy summa bilan maksimalniy summa, aka. Hop, 27 mingni eslayman, minimalniyni. U yoqqa keyin 1 million atroflarida ham sotgan joylarimiz bo'ldi, inshaalloh. Barakasini bersin. Amin. Hop, nimalar o'rgandingiz, aka? O'rgangan narsalarim shaxsiy o'zimning olgan fikrimdan aytadigan bo'lsam, odamlarni o'zgarib ketgani, mehr-oqibat kamayib ketganidan ko'rib o'zimni hayotimni to'g'rilashim kerak, men mehr-oqibatlarni tiklashim kerak deb o'yladim. O'ylagan narsalarim shuki, insonlarda mehr-oqibat ko'tarilib ketdi deb o'ylayman. Hop, yo'q, men aytmoqchi bo'lgan savolim oxirigacha to'liq ayta olmadim. Hop, kamandaga qo'shilib nimalar o'rgandingiz? Uy sohasida yurib nimalar o'rgandingiz? Men o'z eskitdan ko'p gapiradigan odamman. Shaxsan sizdan o'rgangan narsam odamlarning gapini bo'lmaslik. Chunki oldin men odamlarning gapini bo'lib bo'lardim. Eshitishni o'rgandim. Kamandadan nimalardir, men kimlardandir o'rgandim, undan bundan o'rganganim ham bor. Mendan ham o'rganganlar bor. Shu kamandalik bo'lib seylayotgan kamanda bu bir-birimizni tushunib, bir-birimizni xarakterimizni inobatga olgan holatda shu narsalarni o'rgandim. Hop, uy sohasida-chi, uy sohasida nimalar o'rgandingiz? Hop, narxlashi qanaqa? Uy sohasida o'rgangan narsalarim atsenka, uylarning fasadlari muhimligi, lokatsiya muhimligi, qurilishlar qanaqa, o'zi uchun qurgan, sotishga qurgan, qaysi tomonlar fasadga qanaqa uylar tushishi, qanaqa joylar qimmat, qanaqa joylarni arzon sotsa bo'ladi, yeri bu yoqqa uy qursa bo'ladimi, yo'qmi, qo'ni-qo'shni, xullas lokatsiyalar bo'yicha ham, uylar bo'yicha ham ko'p o'pit oldim deb o'ylayman. Hali o'zimdan qoniqmadim. Yanada bundan ko'proq ma'lumotlar olishga harakat qilaman. Professional darajada ishlashga harakat qilaman. Hop, javobingiz uchun rahmat. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, aka. Reklama yaxshimi, sotuv yaxshimi degan savol. Bizlarni bir marta sotib berishga chaqirgan odam boshqa chaqirmaydi sotib berishga, faqat reklamaga chaqiradi. Chunki reklamani puli ancha arzon, sotib bergandan keyin ancha pul olamiz, auditoriyamiz kuchiga ishonamiz. Avvalambor sizlarning sababsizlar, Allohning anaqasi bilan, fazli bilan uylar sotilyapti. Xullas, reklama biza bilan bir marta ishlab ko'rgan odam
baribir reklamamiz pulini beryapti, shundan yaxshi rezultat olyapti. Reklama deb javob beraman men. Xo'p, okey, qarang. Qancha odam chopdi? Ay ko'p, juda ko'p odamlar. Ya'ni insonlarni men hozirgi paytda mushuk insonlar bor. Shaxsan Umid akam kuzatayotgan bo'lsalar, men Umid akamga rahmat va salom aytaman. Bir xil uy egalari o'zi chaqirib, mehmon qilib restoranda pulimizni berib, duolar qilib anaqa qilyapti. Bir xil chopganlar bilan orqama-orqa masjidlarda namoz ham o'qiyapmiz. Chopuvchilar ko'p, lekin mujiklar ham bor, gap bo'lishi mumkin emas. Kimlardir mujikroq bo'lishga harakat qiladi. Misol uchun, do'g'ordan kamroq pulga ko'ndirishga ham harakat qilayotganlar bor, umuman chopib qilayotganlar bor. Xullas kalom, men o'zim optimdan kelib chiqib, erkakning labzini 3 xil toifaga bo'laman. Erkak 100%, sal erkak bo'lishga harakat qilish. Shu uchinchisini mayli aytib qo'yaman.